Akalar manaqa boshqa minadigan akalarga bu video, qarochi manaqa shebenli joyga bunaqa katta yuk bilan kirmanglar, chunki mana mashina 5-6 marta urindi, qarochi mashindan siljigan yo'q. Ha, вообще silja olmadi, qarochi. Oxiri endi yukini to'kib jicha, yengillatib menimcha yursa kerak. Chunki naborot botyapti. Endi hozir undan qanaqa chiqadi bilmadim endi, qarochi. Voy, bila hozir ham yura olmayapti. Mana ancha to'kib olar ekan, yarim qilib olar ekan. Yuring endi aka. Endi yurar balki. Mana. Oldi ko'tarilib ketyapti. Voy bala, tusha qolyapti. Endi u yoqqa boradi mashina. Bunaqa gaplar, akalar, bunaqa katta tonna bilan hozir mashina kamida 25 tonna bo'lsa kerak. Bunaqa shebenli joyda vaqti qiynalar ekan bu mashina. Balki baloni eskiroqmi? Bilmadim men qaroq. Endi yuradi. Hozir o'n olib bitta zildan-da, mana ikkita zil qaroq. Endi yuradi. Ha. Bu program mashet boshchiligida qurilayotgan joy chertoji ham yo'q, mashaka beradi. Bu qarochi deyapti. Biz endi mana tunuka olib beryapmiz-da, mana shu yerda. Tunukalar olib turinglar deyapti. Ha, bunga chiqib keta olmaydimi? Desam, yo'q deyapti. Ha, bo'pti deyapti endi. Sardor tushimo, tunukani olib beraylik. Qarochi akalar, mana shunaqa katta zdaniyalarni yopish kerak bo'lsa, futbol arenami, katta ishxonami, to'yxonami, qarochi O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Telefon qilaverasizlar, xudo xolisa pastki nomerlarga chotka qilib beramiz, kelishilgan narxda. Bu narsa o'ta baquvvat yasalgan, qarochi stenkasi uchli. O'ta mashina yasalgan. Bunaqa gaplar. Hammaga rahmat.